xotin, senga shashlik olib keldim. Voy, rahmat hayotim. Singizga ham bir olib keling shashlik. Uylanganingizdan beri hingir. Sen baqirib kelding-da, hayotim deb. Qalay, pizza yoqdimi? Вообще zo'r ekan, rahmat. Sen uchun oldim-da. Kenayi pizzani korobkasini tashlab yubormang, keyin hidlab mana buni hidiga to'yib oling. Singilni ahvolini qaranglar, bechora qatgan nomlar suv ichib o'tiribdi. Ha, bo'ldi, hozir ham zakaz qilaman. O'shani ham korobkasini yeysan keyin. Ana senga 2 ta banan, ana senga 2 banan. Ana esa sassiq gapirishdi. Bas qil, sen. Yeb boraymi? Ha, ye, sen bitta kapuchino damla. Xo'p. Xavotir olma, ana bir bitta bananni ham say. Hey. Qala, ishlaring yaxshimi? Uydagilar yaxshilarmi? Sen zo'rsan. O'tinglar, charchamanglar, o'tmag'li. Xotinchingizga shikoyat olib kelib siz bilmay qopmizda, a? To'f olishlarni bilib o'tiribmanmi? Bil. Uyimizga saltanat olma kiribdi, bilmay qopmizda, a? Chiledan to'f olganlarga огородga tashagandim. Tashama. Singilga ham bitta morojni qo'shib olib kelsanglar bo'lardi. Chiledan ham yerdan ham topayotganlarga cho'pini ham qog'ozni ham yeb borgandim, to'g'risi. Gilamga shokolad tushib qolibdi, o'shandan bilib qoldim. Bu safar gilam bilan qo'shib yeyib ol. Kafel pafel bilan yeyib olgan. Travetildan qo'shib yeb tashlagin bor. Uchastkani qo'shib yeb tashlagin bu safar. Aka, men keldim. Ha, ke, o'zi kim kelakan deb o'tgandik. Aka, esingizdan mana shunda faqat qo'ylashmacho'la o'ynardik-a? Ha. Albatta, ko'p gapirma, hozir boshlaringa mashina o'tib pachaq bo'lasan. Odam cho'pla sindirib qo'ysa, asabga tegma, o'chara. Asab qilma odamni. Otaman dedim. Soni asabimga tegma, masaga deyman. Aka, shu mahalladagilar aqli-noqligimizga rosa havas qilishardi. Hech urishib tarashmagan ekanmiz aka. Yo'q. Urishma. Ikkalaring dastingda mahallada tinchlik bormi? Sen ko'zing yo'layam kichkina ham jim o'tir. Ana shu bo'sh to'ptaman. Baqirma, to'g'ri tur. Bunday qil, to'xta. Turishma deyapman men senlarga. Qaytib urishganingni ko'rmay, to'nni ichiga qamab olib uraman. Tushundingmi? Ambulatoriyaga atmin qilaman. Bakar itini o'ldirib qo'yaman hozir. Shu xonada beg'uborlarcha uxlaydi, desa uyg'onib ketmasin deb sekin eshikni yopib qo'yardim. Esizdami aka? Aka, uyg'oning. O'zing bilasan. Baqa keling. Tug'ilgan kuningizda ovqat qilib berganim esizdami? Hamma mazza qilib maqtab yegandi-ya. Xudoga shukr. Nima bo'lo qildik, sen buncha uxladingmi? Nima bo'lo? Ha, chiqdim-ku dada. Qirsansan. Ulgurmadim-ku dada. Nima bo'lib pishirgan bizingling? Ey aka, qayerga ketyapsan? Bozor ketyapman. Meni ham olib ket. Sanga nima gap? Uyga o'tirsan, borgan cho'qir-chaqon bo'lsin. Kenaya akam aytdilar, oynaga qarab o'zingiz ko'p oro bermas ekansiz, baribir foydasi yo'q. Aptiz avatarga o'xshar ekan. Tushunmadim. Avatar? Xo'p bo'ladi. Aka, kenayim aytdilar, Don Kixot akanga xos chiqaman, kutib tursin dedilar. Don Kixot? Xo'p bo'ladi. O, dunyodagi eng xunuk ayol. Akam shunaqa dedilar. Basharingiz buzib tashirkanlar. Mana kezga nimadir dedim o'zi. Xo'p bo'ladi. Aka, kenayim aytdilar, kuchli bo'lsangiz o'zingizga uyda baribir kenayim aytgani bo'lar ekan, oyog'i sarsa, qulog'i band bo'y dedilar. Xo'p bo'ladi. Normalniy bo'ling, ko'p o'zingdan ketma, oytovoq dedilar. Nima? Oytovoq? O'zichi vokiz. Xo'p bo'ladi. Anpanma bashara kud dedi. Anpanman dedimi men? Vini Puh dedi. Men Vini Puhmanmi? Vini Puhmi, Lili Puhmi ashna dedi. Xo'p bo'ladi. O, Turqsov, senga uylanguncha dugonang Guliga uylansam baxtli bo'lib ketardim dedilar. Nima? Guli chiroyli ekan dedilar. Guli? Hali shunaqalari ham bor ekan makizda. Xo'p bo'ladi. O menga qarab begimot orqamdan yurgan esingdan chiqdimi, xohlasam chiqaman, xohlasam chiqmayman dedilar. Chaqalda. Papalyam, sen traktor. Ichkariga kirgan, поехали, потом удар брусli. Nimaga unaqa derkanlar? Hozir gaplashib qo'yaman. Kim begimot? Menga qara, narsani yig'ishtirib uyga o'tirib hech qayerga bormaysan. Dashoda narsa kiysan, bozor borasan men bilan. Xo'p bo'ladi aka, nima deysiz shu? Dilshodaga aytgin tezroq chiqsin. Hozir. Dilshodaxon akaz aytdilar, ani qumursqaga bozorga bormaydi dedilar. Nima? Meni qumursqa dedimi Alabay? Xo'p bo'ladi. Kenaya, biz o'rtoqlarimiz bilan ko'rishyapti, sumka chizib berib turing. Xo'p, hozir. Ana yangisi bor, kecha akam olib kelgan, o'shani bering. Sen qayerdan bilasan uni? Men hamma narsani bilaman. Hayotim, zaryadchigingizni berib turing. Yangang zaryadchingizni savollingmi yana?
Bitta zarrachiga shunchami? Past ketma, aka. Kenayi, spochkangizni berib turing. Hozir. Akam o'qishga ketganlar, beravering. Yo'q, akangiz emas. Hozir. Kenay, to'plasang kirib ketibsan. Chang bo'lib qopti, tozalab qo'ymoqchi edim. Joyiga qo'y. Yangang o'ttingni kirib ketibsan. O'zidan so'raganman, ishing bo'lmasin. Dilshodaxon, uchrashganmi, ko'rmaysizmi? Ko'rmadim, Kenayi. Qo'ylaga-ku. Kenayi krossovkangizni oldim. Kenayi feningizni oldim. Kenayi tarog'ingizni oldim. Kenayi tishirtkangizni oldim. Bu malik-ku. Xotin bu yoqqa chiq. Qo'ylagi qani buni? Razmerimiz bir xil ekanda. Voy, gosh, biz achi Toshkentning qoq sentrida joylashganmiz. Oldidan chiqsang, Hiltondan chiqasan, orqadan chiqsang, Magicdan chiqasan de. Bormonlar, tagin tozaladi shoda suv. Uchirdan o'tib qarab o'tib to'g'rilab olaydi. Voy, gosh, akam shu qazlashib turadilar de. Voy, gosh, men hozir salondaman de, yuzimni chiska qildirib olmam. Yo, men uyga suzma olib kelaman, lekin yemaymiz tugaydi. Bu aptiga surtayganda Dilshoda tur tappilan qil, qish yaqin. Voy, dugona, men hozir televizordan velikolatniy vek ko'raman. Bilasan, u meni auram европейский. 7 ta pomidor bor edi. Taqdirlar-ku bu, qeri velikolatniy yukmi. Voy, gosh, biz achi bitta kiyimimizni ertasiga kiymimiz de, akam dvotiladi, ertaga bizdan shoppingga olib borar ekanlar. Shu ishlagan payt meni kurtkam kiymadi, ming marta aytganman bu chigirtkaga. Ana endi xalaqit bera olmaysan. Allo, gosh. Men hozir so'rab aytaman. Ona qizim eshak to'qimini g'ira qo'ygan, egasi so'rab kelibdi. Ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Aka, erimni ko'ylagini dazmol qilaman deb kuydirib qo'ydim. Erga tekkaningga 1 yildan o'tdi Dilshoda. Bolaga qarab qolib ketibman, bitta yangi ko'ylak olib kelib bering. Mana Dolce Gabbana Madin G'ijduvon. Rahmat. Aka, bolaga qarab qolib ketibman, somsalarni kuydirib yubordim. Как раз nima ish qilaman deb o'zimizga yerga ko'targanimda zo'r ish topdingda. Mana kartoshkalik somsa, mana go'shtlik somsa, mana ko'k somsa, mana dinozavr somsa. Rahmat. Aka, bolani uxlataman deb o'zim ham uxlab qolibman. Eshik ochiq qolib, sigirimiz ko'chaga chiqib ketib qolibdi. Men sizlarga ming marta aytganman, domga sigir boqmanglar deb. Tifalim qaynab erib ketibdi. Bolaga qarab qolib ketibman, aka. Aka, tifal tuzaldimi? Abdulla Qubbov onajonim qo'shiqini eshitsam bo'ladi. Iye, Kuydimi? kuydi. Bolaga qarab tursam ham kuydirib o'tsak, o'zi qo'lingdan ish kelmaykan-ku. Anaqa. Qachon odam bo'lasan sen? Aka, anu mikrovolnovkani-chi? Yo'qal. Ey, meni kompotim ichib bolamam senga. Agar men xohlagan narsam men bichmasam, bolam ko'z ko'k bo'lib qoladi. Ey. Mani chakka cho'lopim qani? Tog'asiga rahmat, chakka chalab uchun, a? Qachon ketasan sen? Go'jam qani? Vahima qilma. Qalay, biror tarvuz yo'q edi, yaqtakkina. Endi bolani ko'zi ko'k bo'lib qolmasin deyman-da. Ko'chovini ham ye. Yo, buni xolamayapti. Mani kadilik sokcham qani? Bezgaz mineralkam qani mani? Razobitil qani? Ani yashil baklashkadagi taxir narsami? Hozir. Ha tog'a. Yeyman, qo'shnilarimizman, bu singling nosim olgandi. O'shan bersangizmi baliqqa ketdim. Dilshoda! Bolami ko'zi ko'k bo'lmasin dedim-da. Rotin yema, menga hidi yoqmaydi. Tarvuz yema. Hidi yo'q-ku buni. Yo'q, mayma. Uf, televizorni o'chir, menga shovqini yoqmaydi. Qachon ketasan sen? Bugun qolaman. Ha? Shiqir qilma. Nimaga? Menga ovoz yoqmaydi. Atir sepman, menga hidi yoqmaydi. Meni yo'limga balo bormi senga? Baqirma, yoqmayapti. Shu ko'ylagini kiyma, rangi yoqmayapti. Nimasi yoqmaydi? Shunsaga jongating, u yoqmaydi, bu yoqmaydi. Asabiylashtirma meni. Omonatman men senga. Nima qilyapsan, aka? Kuyovga haykal qo'yaman, senga chidab yurganiga rahmat shuni. Bo'pti, aka, men o'qishga ketdim. Oyog'ingning yag'rini hamma bilish shart emas, yo'qot almashtirib chiqana uni. Xo'p. Mana almashtirdim. Uzun bo'ladimi?
Uzunroq qilma, kiyib olmashdi. Aka. Yo'qot. Xo'p. Mana bo'ldi, ketaveraymi? Labingni qizig'ini yo'qotki. Ay ay. Ko'zingni bo'yaganingni o'chiray. Makiyajingni yo'qot. Sochingni yig'ishtir. Ha, qo'shni nima gap? Ketmoningizni berib turing. Ketmang yo'g'il aka. Mayli. Bo'ladimi? Ana, hey! Hop, bo'ylaygan, ana cho'tki zur. Uyda ikkita shuba bor edi. O'shani kiyib, ustimdan yana bitta azon ham tashlab olaymi, aka? Variant lekin. Aka, mana qo'ying, namoqchiman, pul bering. Eringdan ol pulni. Bolamga siz ismingizni qo'ymoqchi edim, lekin mayli. Nechi pul? 8 ming. Добро пожаловать, дамы и господа, nima uchun kelding? 20 millioncha pul berib turing aka, kerak edi-da. Bo'pti, mayli, charchama, o'tingda bir aylanib, qaymi? Jiyaningizga siz ismingizni qo'ymoqchi edik, uyaltirmang endi. Bo'pti, mana kartadan yechib ol. Откver, diver, без qo'li cha, jikkicha. Aka, mana shu mashinangizni bizga bering. Quloqdan bitta beraman hozir. Jiyaningizga boshqa qism qidirarkanmiz-da. To'xta, qalaysizlar, yaxshi o'tiribsizlar, maktab bo'lmaysizlarmi? Kanikulda. Aka, nima qilasiz? Mashina olib ketdik, qatiq sotib o'tiribman shular bilan endi. Aka, nomingizga bitta kredit olaylik. Kredit olamizmi? Ha, qalay, to'xtadingmi? Ha, mana ko'tarasizmi? Butik uxlashini. Menga o'xshaydi-da. Ye, aka yaxshimisiz? Kuyov keling. Qani? O, Shahbozjon. Boshqacha eshitilar ekan. Shahbozjon, asal qizimda bu. Va'da aka. Dilshoda uyganmisizlar? Aka, yaxshi ham keldingiz, bolamga qarab turing, ishlarimni qilib oling. Putuk. Bo'ldingmi? Endi boshladim aka. Tugadimi ishing? O'ynab o'tiribmanmi, ishlayapman aka. Ozgina qarab turing. Gazda. Dilshoda, men ketishim kerak. Aka, hozir bo'lib qoldim. Jicha qarab turing. Jicha qancha? 5 minut bormi? Jicha. Qo'yg'irchog'im Natasha yeb qo'ydi, ko'pkashi o'shanga pampers to'lgan. Ishlarni ham tugatdim. Xudoga shukr. Endi hovlidan sipirsam bo'ldi. Aka, pampers ichkarida kiravering. Bo'ldingmi? Ishlayapman. Mana bolangni qarab katta qildim mana. Ozgina qarab turing aka. Qizim jim o'tdi.